Oyisi, nimaga bolajoningizga vaksina olishga ruxsat bermayapsiz? Sababi bormi? Vaksina tarkibida juda ham katta miqdorda toksinlar bor ekan, bolamga zarar emasmi? To'g'ri, toksinlar bor, lekin ular miqdori shunaqangi kamki, siz yeyotgan oziq-ovqatingiz hamda havodan o'tgan toksinlarning oldida uch narsa emas. Autizm kasalligi shu vaksina orqali kelib chiqayotgan ekan, rostmi shu gapmi? Yo'q, bu yolg'on ma'lumot hisoblanadi. 1998-yilda Pharm kompaniya yo'llagan yolg'on professori tadqiqot natijalariga asosan shunaqa xulosaga kelingan. O'zi aslida autizm kasalligini vaksinalar keltirib chiqarmaydi. Bolamni immunitetini ko'tarish uchun vaksina olgandan ko'ra u bilan kasallangan yaxshi emasmi? To'g'ri, tabiiy immunitet juda ham yaxshi, lekin yuqumli kasallikni keltirib chiqaradigan asoratlar haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Vaksina tarkibida qanaqadir zararli simobmi, ammoniy degan modda bor ekani, rostmi o'sha gaplar? Ha, oldi bo'lgan bunaqa moddalar, lekin hozirgi kundagi zamonaviy vaksinalarning tarkibida bunaqa moddalar mavjud emas. Vaksina bolamni immunitetini tushirib yuboradi-ku. Hozirgi kunda bolajonlar duch kelayotgan mikroblarni oldida bu vaksinaning tarkibidagi ozginagina antigenlar bu hech narsa emas. Bunaqa immunitetini tushirib yubormaydi, xavotir olmang bundan. Bolajon sog'lom bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa temperaturasi qilmayotgan bo'lsa, bezovta bo'lmayotgan bo'lsa, bemalol vaksina olsangiz bo'ladi. Sizlar ham bolajoninglarga shunaqa vaksina olishga qo'rqamizlar? Agarda sizlarda xuddi shunaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, izohlarda javobinglarni kutib qolamiz.